Assalomu alaykum Uskuna Pro obunachilari. Bugun sizlarga Uskuna Pro kompaniyasi yana bir yangi biznes reja haqida so'zlaydi. Kafe-restoran yoki umumiy ovqatlanish maskanlarida ko'p foydalaniladigan Z yoki dispanser salfetka ishlab chiqarish haqida batafsil gaplashamiz. Ko'rib turgan uskunangiz Z salfetka ishlab chiqaruvchi uskuna hisoblanadi. Uning quvvati 7.5 kW. Uskuna 380 volt kuchlanishda ishlaydi. Demak, sizga uskunani o'rnatish uchun taxminan 3 metrga 3 metr bo'lgan joy kerak bo'ladi. Uskuna 12 soat davomida 1600 kg sellyulozani qayta ishlay oladi. Keling, endi bevosita ishlab chiqarish haqida gaplashamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bir kun, ya'ni 12 soat davomida uskuna 1600 kg sellyulozani qayta ishlaydi. Ishlab chiqarilgan salfetkalarni 200 donadan qadoqlasak, uning og'irligi 405 gram bo'ladi. 12 soat davomida 1600 kg sellyulozani qayta ishlab, biz 3950 qadoq salfetka ishlab chiqaramiz. Uning narxi 7970 so'm bo'ladi. Har bir qadoq salfetkani qadoqlash uchun bizga 4.7 gram selofan kerak bo'ladi. Uning narxi 182 so'm. Demak, bir qadoq salfetkaning tan narxi 8152 so'mga aylandi. 26 ish kuni davomida biz 120700 qadoq salfetka ishlab chiqaramiz. Har bir qadoq salfetkani ulgurji bahoda 10.000 so'mdan sotadigan bo'lsak, biz bir oy davomida 1 milliard 27 million so'm, ya'ni 82160 AQSh dollari ishlab topamiz. Endi bevosita xarajatlar haqida gaplashamiz. Uskuna ishlashi uchun kuniga 75 dollar elektr energiyasi uchun pul sarflasak, 26 kun davomida 2000 AQSh dollari. Ikkita ishchi uchun 700 AQSh dollari, xomashyo uchun kuniga 2560 dollar sarflasak, 26 kun davomida bu 66560 AQSh dollariga aylanadi. Qadoqlash uchun bir oy davomida taxminan 1800 AQSh dollari ishlatamiz. Demak, umumiy xarajatlarimiz 73620 AQSh dollari bo'ldi. Biz yuqoridagi ishlab topgan summamizdan umumiy xarajatlarni ayirib tashlaymiz. Qoldiq 8540 dollar bo'ldi. Biz bu summadan 1025 dollar daromad solig'ini to'laymiz. Bizda sof foyda 7515 AQSh dollari bo'ldi. Z salfetka ishlab chiqaruvchi uskunani Uskuna Pro kompaniyasi xizmatlaridan foydalangan holda xarid qilsangiz, siz uchun 26800 AQSh dollariga aylanadi. Shu va boshqa uskunalar haqida sizga ma'lumotlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamga murojaat qiling.